Assalomu alaykum hammaga. 2 oylik tanaffusdan so'ng inshaalloh mana ikkinchi reysimiz. Shu mashinada bo'lib o'tadi inshaalloh. Mana mashinani qabul qilib oldik bugun. Bugun 6-mart, ro'zan 6-kuni. Baholasa Samarqandga qarab hozir yo'lga chiqamiz. Ko'rishinglar mumkin mashina uzman. $800 bak bu tarafda, bir tarafda adashmasam $400 bo'lishi kerak. Mashina baholasi ideal. Sizlar ko'rishinglar mumkin. Bu tarafda ham urilgan joylari yo'q. Ozgina urilgan joylari bor. Eng qizig'i zapaska, yaxshi zapaskamiz. Vidushiydiki bu. Balonlarimiz o'rtacha. Mashinani datchilari bor. Havoni datchigi. Ashlar ko'rsatib turadi. Qizil sandiq. Bu tarafda ham baki katta. Adashmasam bu 590 da yopishtirilgan bo'lishi kerak. O'zi zavodskoyda metda bo'ladi. Adashmasam $400 bo'lishi kerak. Baholasa shu mashinada iftorlik qilib yo'lga chiqamiz. Kuzatib boringlar. Baholasa videolarimiz juda ham qiziq bo'ladi. Soat millarimiz 2dan 16 minut o'tyapti. Biz yo'lga chiqqanmiz. Ohangaronda ketyapmiz. Yukimiz Samarqanddan olingan. Kresenlarga karam. Mashina yaxshi, hozircha ошибкалari yo'q. Yaxshi kelyapti. Mashinadan Xudo xolasa ishimizni boshladik mana. Birinchi reysimiz o'zimiz. Datsalar. Mashina bilan ming yuklanadi. Bu taraflarga mana birinchi marta yurishim men. Videoni kuzatib boringlar. Acayip yani. Jizzaxga ham yetib keldik. Jizzax Perivallarimiz. Voy, qorasini chiqarib, kamas ketdi.
Manzara zo'r uni. Hozirda ko'rsataman. Mana manzara. Ertalabdan kechgacha yurishi turishida, yeyish ichishida, hayotini har bir lahzasida Allohga tavakkal qilgan kishi uydan chiqishi bilan bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Bu kishining qalbi faqat Allohga suyanadi. Ko'chaga chiqib ketar ekan rizqini talab qilib, u rizqini do'konidan kutmaydi. U tanishlaridan, ishini to'g'rilab beradigan akaxonlaridan umid qilmaydi. Faqat Alloh taoloning o'zidangina umid qiladi. Safarga ketar ekan bunaqa odam bismillah tavakkaltu alalloh deydi. Allohga tavakkul qildim. Allohga suyandim deydi. Mashinasini yangiligiga ishonmaydi. Yo'lni tekisligiga suyanmaydi. Haydovchini mohirligiga suyanmaydi. Kimga suyanadi faqat? Alloh subhanahu va taologa suyanadi. Anbiyolar shunday bo'lishgan zot. Ertaga xohlasangiz dokument bersa yo'lga chiqamiz. Soat millari 22:06. Samarqandda havo 9. Chimkent Chiribdan boramiz. Suratka yoqib qo'ydik. Yüklab chiqib Buxoroga keldik. Buxorodan mana chiqib trassadamiz. Xolos. Yo'limiz o'ta tekis. Yuz ko'tarsa 100 yuraverasizlar. Bizniki prosta 85. 82 ketyapti, 82 ga qo'yib qo'yganmiz. Avtopilotchi. O'zi ketaveradi mashina. Gaz berishyapmiz. Qoraqalpog'iston 4yo'l tumanidamiz. Baholasi yetib keldik mana. Qoraqalpoqqa ham. Takvoy manzaralarda ketyapmiz. To'g'ri yo'llarda. Yo'llar juda ham dabdala ekan bu taraflarda bor-ku. Sherishlarni tavsiya qilmayman ona. Yo'lda ahvolni qaranglar. Mikrofonni ham ilgiga chiqib ketgan. So'qib qo'yishi. Betlarda asfalt qilib qo'yibdi. O, nariroqlar yamaq tushmagan joy qolmagan asfalt.
Yo'q, ketyapmiz. Sekin, 40 dan oshmasdan. Yamalar qaraylar. Manzara Qozog'iston. Aytalar video ketma-ketlik bir-biriga to'g'ri kelmayapti. O'zim ham bilyapman. Xohlasa qo'llab-quvvatlab tursangiz, keyingi videoda yaxshilab e'tibor qilib video olishga harakat qilamiz. Bu taraflarga men birinchi marta yurishim. O'zim birinchi marta, mana shu birinchi reysim. Oldin shogird bo'lib dadam bilan yurganman. Xudo xolasa bu o'zimni birinchi reysim. O'zim bilmaydigan yo'nalishga. Qiziq-a? Shu granitsaga 200 kilometr qoldi-da. Bo'lar ekan, mana shunaqa qilib yo'l qilib qo'ysa. Yurganing ham bilinmaydi. Yurgan yo'ling ham baraka qiladi-da. Malades. Yo'l yaxshi. Yaqinda bo'ldimi deyman-da. Mana dokumentlar format bo'ldi. O'zbekiston taraf. Neytral kelamiz. Neytralga endi chiqamiz. Qozog'istonga kiramiz keyin. Qozog'istondan chiqib olsa bo'ldi. Yaxshi ishlamayapti Qozog'iston. Siz Qozog'istonga o'tib oldik. Сколько тебе нужно, скажите, куда гасить договор? Tamam, mana to'xtadik. Gazprom oilga kirib damdor yerda yuramiz, xohlasa. Qozog'iston Rossiya granitsaga ham keldik. Ertalabdan video qilaman. Ha, 800 kilometrmi yo'lda o'zi? 800 kilometr yo'l yurdik. Uyqular keldi. Endi Rossiyaga o'tib olib dam olamiz-da. O'chirt 2 kilometrcha bor ekan. Biz hali ham o'chirdamiz. Ishlash vaqti sus ekan. Soat 6:30 bo'ldi. Kegayapti, uloyapti. Neytralga qarab yurdik. Dokumentlar bo'ldi. Vahshiy ishlashlari bor u yerda. Birinchi marta keldim. O'ta ham so'z bor.
Nihoyat Rossiyaga ham kirib oldik mana. 1 sutka vaqtimiz ketdi-da. Ertalab 3-4 keldik granitsaga. Qozog'istondan Rossiyaga o'tishga. Ketyapmiz endi. Krasnodarga qarab. Taraflar issiq ekan. 20 gradus. Yoz bo'lib ketibdi bu taraflar. Dunyo senga bitta o'tinchim. Hech yo'q bir bor omadim kulsin. Nomardga bosh ekkandan ko'ra tikka turib o'lganim bo'lsin. Izlab topganlarim dard. İnsonlaring shaytonga ulfat, topolmasam bitta do'stim mard. Tikka turib o'lganim bo'lsin. Yig'layverma, yig'loq ko'nglim. Bizni dardni anglamas hech kim. Mard bo'l kulib kelsa ham o'lim. Tikka turib o'lganim bo'lsin. Sherman deydi, sherligi yo'qlar. Zo'rman deydi, erligi yo'qlar. Yashasagar zo'r bo'lib ular. Tikka turib o'lganim bo'lsin. Dil kemtigi to'lmadi mutlaq. Totdim maymas qadah to'la oq. Do'stim bo'lsang yuragimga boq. Tikka turib o'lganim bo'lsin. Krasnodarga 750 chaqon, 750 kilometr chiqadi. Sherigimiz Saliyot, sherig bilan birga kelib turadi. Mashina egasi. Uniki Astraxan ekan, postomochkasi. Meniki Krasnodarda o'ziga. Ketyapman men sekin. Saharlik qo'yganmiz deb qaradi. Yo'llar tunar. Mashina manzarada ketyapman. 50 kilometrdan beri mana tumanda kelyapman. Birinchi marta kelganman, bunaqa. Mana shu birinchi reysga kelishim. Ozgina qiyin bo'lyapti. Aholisi yukta salomot topshirib olsa kelayotgan jo'yinimiz taslim topadi. Manda ketyapman endi. 80 olmasdan. Qo'llab-quvvatlab turasizlar endi. Telefonim bittalik uchun navigatorga qo'yapman ko'p joyda. Videoga olmayapman. To'g'ri tushunasizlar. Keyingi reyslardan bitta planshet olamiz. Navigator qo'ygan alohida. Bitta telefonda qiyin bo'lyapti. Sherigingiz bo'lsa-yu, oldingizda ketaverasiz, sherigingizdan orqasidan ketaverasiz. Endi o'zingizda mana nima ham qilamiz endi, yuraveramiz sekin 80-75 qilib. Tuman qayerga cho'rikin endi? Bilmadim o'zi.
nihoyat jigarlamani Krasnodarskiy Kroyga yetib keldim. Rastam shu joyimgacha Gidetda 190-200 kilometrcha qoldi-da. Kirmishga to'xtadim. Bu taraf uchi issiq 23 gradus. Astan olayapti mana sizlarga. Manzara o'ta dahshat. O'zbekamiz mana dam qo'yapmiz. Akalar mana rassom ishini ham kirib oldim, xudo xolasa. Qog'oz yozib berdi. Soat 8da. Naryoqda xona bor ekan. O'shanga berib chiqasan 8 ishlaydi dedi. O'zbekiston vaqtiga 8:30 bo'lyapti. Bitta 6:30 bo'lyapti. Endi 1,5 soat kutamiz. Dokumentni berib qo'yib, keyin olamizda. Rastam ishga qilib tushiradigan joyga boramizda endi. Akalar mana xudo xolasa yuk tushiryapmiz. 33-rampaga qo'yib berganman. Yuk tushiryapmiz. Magnet baza ekan yuk tushiradigan joyimiz. Rastam ishga qilgan joyimizdan Gidetda 75-71 kilometr uzoqlikda. Xudo xolasa mana klientga ham yuk topshirib oldik. Bir hafta 10 kun deganda. Endi hozir qo'limizga ter bilan smerlarni, dokumentlarni qo'limizga olsak, xudo xolasa 100% ishimizni topshirgan bo'lamiz. Tushirib oldi mana xudo xolasa. Endi hozir oldiga olib orqalab bekitsa. Havamiz solvasin. Baholisi. İşte ağzı. Diğerler mana stan kelgan. Oldi mashinani. Baholisi bo'ldi degan umiddamiz endi. Dokumentga bir kirib chiqaman. So'rashim kerak, beralim. O'zi qilaman. So'rab olib chiqaman dokument.
hayot mana bo'ldi. Kuchli bo'lgandan keyin shipir va mazza qora bola. Hamma burachilari shunaqa bo'ladi. Kuchli bo'lgandan keyin qator mashinasini tozalab nihoyat dokumentlar oldik qo'limizga. Dokumentlar berdi. Endi alohida tekshirsak bittan ketamiz xudo xolasa. Missiya bajarildi. Bundan keyin kadr o'sha tugatamiz videoni. Hozir endi dokumentlar ko'rib stankiga chiqib olsam. Mana dokumentlar tashuvdim mo'jinga. Hamma pechat bor joyda dedi. Endi makka stankiga chiqib olaman hozir. Videoni shu yerda tugatishga harakat qilamiz endi. Hammaga rahmat, ko'rib qo'llab-quvvatlaganlarga. Avvalo ota-onamga rahmat, dadamga rahmat. O'zim bo'lsam ham qo'rqmasdan yuraver. Hech boladan qo'rqmagin. Men yoningdaman deb qo'llab-quvvatlab turdi. Dadamga katta rahmat. O'zi hozir uyiga ketgan, yetib borgan. Sizlar bilan ro'parosa km yo'l yurib Krasnodar shahrini Slavyanskaya na Kubana degan joydamiz. Shuni Ukraina bilan oramiz bitta kichkina joy ekan. Daryo bor ekan. Telefonga soобщение kelyapti. Shu yerga qo'yib yuboraman hozir. Endi nima qilamiz? Uyga olib uyga qaytishga harakat qilamiz. Xudo xolasa qo'rquv bo'lmadi. Endi uyga qaytib olsak eson-omon ota-onamiz bag'riga. Videoni ko'rib qo'llab-quvvatlaganlarga hammaga rahmat. Shuncha mehnatimizga bitta podpiska bo'lib, bitta like bosib qo'ysalar, biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa keyingi videolarda batafsilroq, chiroyli qilib video olishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.